Assalomu alaykum. Ushbu yozgi oshxonamiz Shahrixon tumani Ipak yo'li mahallasi Baxtiyor akalar xonadonida bitkazildi. Oshxonamiz jami 370 cm da, bu tarafiga esa 3,5 metrni tashkil qiladi. Qozonlarimiz 22 litr va 40 litr. Umumiy 230 cm ga, balandligi esa 85 cm tashkil qiladi. Bu yerda gaz uchun joy, bu yerda rabochiy plashatka, bu yerda rakvina, bu yerda esa xolodilnik uchun joy tashab ketilgan. Oshxonamizning umumiy xarajati 10 million so'mni tashkil qiladi. Bezaksiz 5,5 million, bezagi bilan 4,5 million xarajat ketdi.